Assalomu alaykum azizlar. Hozir kalkulyatorda ishlab o'tirib bitta narsaga qoyil qolyapman. Sizlar ham bitta terib ko'ringlar, javobini inshaalloh kommentariyada qoldirasizlar. Nimaga bunaqangi javob chiqyapti? Kuchli matematiklarimiz bo'lsa. Xo'p, mana 100 qo'shyapman 120 ga ko'paytiryapman 5 ga 700 chiqyapti. 120 xuddi shu narsa plus 100 ga qo'shyapman-da ko'paytiryapman 5 ga 620 chiqyapti. Shuni kommentariyada yozib qoldiringlar, nimaga bunaqangi chiqyapti. Meni kallam ishlamayapti.